Bugungi kunda respublikamizda jami 44.318 ta ko'p kvartirali uylar mavjud bo'lib, shundan 16.063 tasi, ya'ni 37% markazlashtirilgan issiqlik ta'minot tizimiga ulangan. Issiqlik ta'minoti aksiyadorlik jamiyati hududiy issiqlik ta'minot tashkilotlari tomonidan 2025-yil yakuniga qadar 525 ta markazlashtirilgan qozonxonalarni ekspluatatsiya qilinganligi evaziga 7.900.000 gigakaloriya issiqlik energiyasi uzatilgan. Ushbu ko'rsatkich 2026-yilda aytadigan bo'lsam agar, ijtimoiy soha obyektlari, ko'p kvartirali uylarning qamrovi bosqichma-bosqich oshganligi evaziga bu ko'rsatkich 8.200.000 gigakaloriya issiqlik energiyasi uzatilishi 2026-yilga kutilmoqda. Bundan tashqari men bir narsani aytib o'tishim joizki, kerakli ko'rsatkichlardan biri kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish darajasi 2025-yil, ya'ni o'tgan yili 25-26-yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rishda demak bizda 28,1 milliard mahalliy byudjetdan pul ajratilgan bo'lib, ushbu ko'rsatkich bu yilda sarhisobini oladigan bo'lsak agar taqqoslashtirsak 2026-yil o'tgan yilga nisbatan 70% ga oshirilib, bu ko'rsatkich 47,1 milliard so'mga to'g'ri kelmoqda. Bu kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik qamrovini oshirishimiz nima olib keladi bizga? Bu narsa jismonan va ma'nan eskirgan qozonxonalar, quvurlarni uzluksiz ekspluatatsiya qilinishiga va aholi va ijtimoiy soha obyektlariga issiqlik energiyani uzluksiz ta'minlashiga erishishimizga olib keladi. Ya'ni bundan tashqari 2026-yilga demak tashkiliy texnik tadbirlarni amalga oshirishimiz evaziga bizda yil yakuniga qadar 5.600.000 tabiiy gaz iqtisodiga erishamiz hamda bundan tashqari 1.900 kilovat elektr energiyani iqtisodiga erishamiz. Bugungi kunda bizga energiya tejamkor uskunalarni joriy etish bo'yicha yil yakuniga qadar issiqlik ta'minot aksiyadorlik jamiyatiga 70 milliard so'm pul ajratilishi kutilmoqda. Mavsum yakunidan keyin chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Bunda qanday ishlar amalga oshiriladi? Ma'nan eskirgan qozonxonalarni yangisiga almashtirish, elektr dvigatellarni almashtirish, elektr dvigatellarga chastotniklarni o'rnatish, bundan tashqari reaktiv quvvatni kompensatsiya qiluvchi elektr qurilmalarni o'rnatish, hududiy issiqlik ta'minot tashkilotlariga aqlli hisoblagichlarni o'rnatish, quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish evaziga 70 milliardni shu kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun yo'naltirilgan.